shahardan, ya'ni Olmazor tumanida Oximoboyev bilan Chuqursoy o'rtasi bo'ladi, deb o'tsarva. Nech pulni bo'ylaysan? Kanalizatsiya bor, suv, gaz, svet umuman yo'q. 10 mingla yo 100 ming atrofida deylik. Menda unaqa narx bo'lmaydi, 94 ming dollarga mashq xonadon sizlarga beraman. Mahallani ko'rasizlar, elitniligini. Mashq xonadonimizni sotilyapti. Hozir kirib sizlarga polniy obzorni qilib beraman. Hop, kirganimizda eshikdan ko'rishingiz mumkin, zilon zonalari bor. 2 suti 4 xona plus podval plus oshxona bo'ladi. Hop, kirganimizda xonadonga bitta yo'li, parketlari ham hali normalniy turibdi-da. Hop, o'ng tomonimizda kuxnasi bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Faqat gilamni olib chiqib ketaman dedi, bo'ldi. Televizorlar olar kelib bo'ldi. Qo'ygan hamma narsa qolar ekan, ko'rishingiz mumkin. Zallari ham akkuratni bo'lib turibdi. Mana bunaqa gullarni ekib katta qilib sotishar ekanda borib. Hop, bu yoqda sanuzelimiz bo'ladi bizani. Ko'rishingiz mumkin, sanuzellar akkuratni bo'lib turibdi hali. Hop, bu yoqda bitta detskimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Hop, undan keyin bu yoqda yana bitta detskimiz bor. Bu yoqda spandimiz bor. Bu xonadon shunda Oximoboyev bilan elitli mahalla bor-ku, Oximoboyev. O'sha yerda joylashganda ko'rishingiz mumkin orqa hovlisini. Bu xonadon sizlarga 94 ming dollarga beraveramiz. Bu xonadon kimga qiz o'smash, pastga o'rtilib, fo'qilib tez baraka qo'ramiz. Sababi zot turmaydi.